Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti yig'inida qurultayning buningdan keyingi xizmat planlari qaytadan ko'zdan kechirildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining 25 fevral chaqirilgan va 4 soat davom qilgan tor yig'inida oldi bilan qurultay raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat va qurultayning har qaysi markaz va komitetlarining mas'ullari 2022 yildan buyon elib berilgan umum xizmatlar haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Yig'inning ikkinchi bosqichida qurultay markaziy ishxonasining, qurultayning har qaysi markaz va komitetlarining, shundaqla har qaysi ellarda ta'sis qilingan ishxonalarining buningdan keyin elib boradigan xizmat planlari haqida muzokara elib berildi. Qurultay rahbarlarining navbatda saqlanayotgan masalalar haqidagi fikr takliflari anglab o'tildi. Qurultay rahbarlarini va qurultayning rasmiy vakil ham kandidat vakillarini o'zlarining majburiyatlarini to'liq ado qilishga chaqirgan Dolqin Aysa apandim 2023 yilning Uyg'urlar uchun halqiliq va muhim bir yil bo'lganligini, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligining hozirma ham jiddiy davom qilayotganligini, millionlagan xalqimizning turma va lagerlarda azob chekayotganligini, shuncha chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va avom xalqimizning asosli diqqat e'tiborini milliy davoyimizga markazlashtirishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, qurultay ishki ishlar komitetining mudiri Baxtiyor Bo'ra, qurultay muhojirlar komitetining muavin mudiri Mehmet Chalabchi va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Gulmira Zununlardan tarkib topgan qurultay hay'atining Malayziyadagi faoliyatlari davom qilmoqda. Ömer Qanat başçılıqidagi qurultay hay'ati 26 fevral kuni Malayziyadagi nopuzluq ommaviy tashkilotlardan Ekram va Akin tarafidan Uyg'ur masalasi haqida o'rinlashtirilgan suhbat yig'iniga qatnashib, mazkur tashkilotlarning asosli mas'ullari bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Malayziya parlamenti va hukumatiga qandoq e'tirof qildirish va bu jihatda Malayziya xalqini qandoq safarbarlikka keltirish masalasi haqida konkret muzokara olib bordi. 22 fevraldan e'tiboran Malayziyada xizmat ziyoratida bo'layotgan Ömer Qanat başçılıqidagi qurultay hay'ati 23 fevral kuni Malayziyadagi eng cho'ng musulmon tashkiloti hisoblangan MAPIMning markazida tashkilotning rahbari Keggo Azmi apandim bilan ko'rishib, 2023 yil ichida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi Malayziyada elib boradigan faoliyatlar va yetmoqchi bo'lgan nishonlar ustida muzokara elib borgan. Shundaqla ular 24 fevral kuni Malayziya parlamentining raisi Javhari Abdul apandim bilan ko'rishib, uning Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi yangi vaziyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro siyosiy sahnlarda elib berayotgan faoliyatlari, shundaqla Uyg'ur masalasining xalqaro yuzlanishi haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Malayziya hukumati va parlamentidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro siyosiy sahnlarda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqishni talab qilgan edi. Onundan başqa Ömer Qanat apandim başçılıqidagi qurultay hay'ati yana Malayziyadagi eng qadimiy va eng cho'ng universitetlardan biri bo'lgan Malaya Universitetining islom bilimlari va xalqaro munosabatlar bilimlarining rahbarlari va o'qituvchilari bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Malayziya xalqiga qanday qilib to'ximi keng tonishtirish, hukumat va siyosatchilarga tadbir oldirish masalasi ustida suhbat elib bordi. Buningdan burun Ömer Qanat apandim başçılıqidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'ati Malayziya va Indoneziyalarni ziyorat qilib, bu yerdagi islom va ommaviy tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik munosabati o'rnatgan edi. Navbatda bu xil hamkorlik munosabatlari uzluksiz kuchayib bormoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining Tayland Xanjamat hukumatidan Taylandning Suan Filo ko'chmanlar tutib turish markazida vafot bo'lgan Uyg'ur musofirlardan Abdulaziz Abdullahning o'lish sababini tekshirishini va ko'chmanlar markazlariga qolgan Uyg'ur musofirlarni qo'yib berishni talab qilib e'lon qilgan bayonoti Tayland matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'adi. Taylanddagi nopuzli gazetlardan Bangkok pochtasi gazeti 24 fevral kuni tahrirot maqolasi e'lon qilib, Taylandda tutib turilayotgan Uyg'ur musofirlarining masalasini hal qilish vaqti kelganligi, Uyg'urlarning masalasi Taylandning kishilik huquq xotirasini bulg'anligini ogohlantirdi. Tahrirot maqolasida uzundan beri Tayland ko'chmanlar markazida tutib turilayotgan 49 yoshli Uyg'ur dehqon Abdulaziz Abdullahning o'tgan hafta o'pganligida hayotidan ayrilganligi, bu tragediya kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'aganligi eskartilib, Tayland harbiy hukumatining 2015 yili 3-davlatga avatilish oldida turgan Uyg'urlardan 100 necha kishini Beijingning besimiga bosh egib, Xitoyga o'tkazib berganligi tanqidlangan. Shundaqla bu Uyg'urlardan qayta xabar elinmaganligi bildirilgan. Uyg'urlarning ishini hal qilish vaqti keldi mavzuliq tahrirot maqolasida ko'rsatilishicha, Uyg'urlarning Xitoyga o'tkazib berilishi dunyoning noroziligini qo'zg'ab qolmay, Tayland uchun Bangkokdagi bir ibodatxonada portlash yuz berib, 10 necha odamning o'lishidek bexatarlik masalasini paydo qilgan.
Maqolada Tayland köçmənlər qanuniga xiloflik qilguvchilarga ko'p bo'lsa 2 yillik jazo berilganligi va jarimani qo'yilganligi, lekin beguna Uyg'urlarni 10 yil nazarband tutib turishning nomuvofiq bo'lganligi bildirilgan. Taylanddagi kishilik huquq tashkilotlarining bildirishicha, navbatda Tayland köçmənlərini tutib turish lagerlarida taxminan 50 dak Uyg'ur musofir tutib turilmoqda ekan. 11 fevral kuni Taylandning Suanfilo köçmənlər tutib turish markazida vafot bo'lgan Uyg'ur musofirlardan Abdulaziz Abdullah 9 yildan beri Tayland köçmənlər markazida intayin qiyin sharoitda tutib turilgan bo'lib, uning keslik keyingi 6 oyda og'irlashib ketgan bo'lsa-mu, lekin kerakli davolashga erisholmagan. Marhumning namozi 14 fevral kuni Bangkokdagi Harun masjidida tushirilib, shu masjidning musulmonlar qabristonligiga dafn qilingan. Dünya Uyghur Qurultayı bu münasebet bilan e'lon qilgan bayonotida Abdulaziz Abdullahning vafotining Uyg'ur musofirlarining umidsiz vaziyatini gavdalantirganligini ifoda qilish bilan birga, bu jiddiy vaziyatni ko'z tutib, Tayland xon jamiyat hukumatini Abdulaziz Abdullahning o'limi haqida to'liq va oshkora tekshirish ilib berishga, bu kishilarni muddatsiz va xohlagancha tutib turishga xotim berib, Taylandda tutqundagi Uyg'ur musofirlarini qo'yib berishga va ularni qayta o'rinlashtirishga chaqirgan edi. Amerikaning dunyoga dangliq musulmon boksorchisi va jamoat arbobi marhum Muhammad Alining qizi Maryam Ali Xitoy hukumatini Uyg'ur musulmonlarini bostirishni to'xtatishga chaqirgan. Amerika Ovoz radiosining xabar qilishicha, o'zimi ijtimoiy faoliyatchi bo'lgan Maryam Ali yaqinda Amerika Ovoz radiosiga so'z qilib, Xitoy hukumatiga qarta bu chaqiriqda bo'lgan. Maryam Ali mundaq degan: Xitoy hukumati musulmonlarni jazolashni to'xtatishi kerak. Bunda qilish xato. Ularning o'z e'tiqodi bo'yicha ibodat qilishiga yo'l qo'yilishi kerak. Men ularning qanchalik kuchi bo'lsa bo'lsin, musulmonlarni jazolamaymi, o'zining kuchini saqlab qilish yo'li borligiga ishonaman. Ularni jazolash bek haddidan oshqanliq. Maryam Ali 20-asrdagi eng dangliq tanarkatchilarning biri deb qaralgan va 2016-yili Parkinson kasali sababidan vafot bo'lgan Muhammad Alining 9 farzandining eng cho'ngi bo'lib, bu uning Uyg'urlarni tunji qatim tilga ilishi emas. Amerika Ovoz radiosining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Maryam Ali agar dadisi Xi Jinping hukumatining musulmonlarga qilgan zulmi va ziyonkashliklarini bilsa, buning cho'qim qarshi turadiganligini aytgan. Muhammad Ali 1979-yili Amerika bilan Xitoy diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin Xitoyni ziyorat qilishga taklif qilingan. U ayni vaqtda sobiq Xitoy rahbari Deng Xiaoping bilan ko'rishganda, Xitoyning 20 yildan ko'proq vaqtdan beri boksdan tarbiyasi qo'ygan cheklamasini bekor qilishni talab qilgan edi. Maryam Ali dadisining Qur'onda deyilganlarga ishonganligi, Qur'onda dinda zo'rlash yo'q deyilganligi, kishilarni o'ltirishga va ularga besim qilib zo'rlashga bo'lmaydiganligini bildirib, amaliyotda istibdod hukumatlar erkin fikr qiluvchilarni xolamaydi degan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.